Savol. Assalomu alaykum. Bir ayolning qo'risqig'a 35 kunlik bo'lgan bo'lib, bu ayol boshqa 5 bolasini yaxshi tarbiyalash uchun bu bolani oldirib etsa bo'lamdi? Amal bor, tezroq javob berishinglarni so'raymiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qaysi bir bosqichda bo'lsin, biror shar'iy zaruriyat topilmagan ahvolda homilani tushirib o'tish harom. Shar'iy zaruriyat deganimiz homila bo'lganlikdan onasining hayotiga xavf yetkazishdek og'ir ahvollardir. Sizning bolalarni beqib bo'lmaslik yoki sal jafo tortib qolish shar'iy uzr bo'lolmaydi. Balani tushirib o'tmay Janobi Allohdan bolalarni beqib tarbiyalashda osonlik berishini, bolalarning rizqini keng qilishini, yaxshi odam bo'lishga nisb qilishini tilanglar. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom 168 nomerli fatvo.